Ega sana bir duruşuna qaramını. Assalomu alaykum Peterdagilar, sizlar zo'rmisizlar? Bugun Mayasenka 1dagi Sulayman kafening toza ochilgan tochkasi, ya'ni Aziya Plova keldik. Hozir Yoshatan bilan sizlarga ichandagi atmosferani ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizning birinchi tochkamiz Lermontov prospekti 28. Bizga yaqin metro Baltiyskiy bemalol kelaverasizlar. Ortaklar tok go'shi bilan makroni 50 urib yurgandan, bu go'shları 50 urgan neyde yesin? Qo'y go'shi yeysanmi, mol go'shi yeysanmi? Ega sana bir duruşuna qaramını. Vah vah, qaysini yesam ekan? Manami? Arkasından birini yeyman. O'sha bu ikkinchi tochkalarimiz. Avvalgidek gamburg bilan baliqni yarib beramizlar. Oxir bu yerda gamburg bilan baliqni yorib olishimga bo'lib beradi. Tak, ikkinchi tochkamiz Stariy Petergovskiy dom 37. Metro Nariskiy bizga juda yaqin. Kelaverasiz bemalol.